Chupa Chups, doimiy xursandchilik. Anime Chon ismli oddiy kambag'al universitet talabasidan boshlanadi. U tarixiy kitoblarni juda yaxshi ko'radi. Bir kuni internetda yangi kitob izlab topib, uni sotayotgan joyga boradi. Do'konda muhit g'alati bo'lib, chiroqlar miltirab yonardi. Chon kitobni oladi, ammo tashqarida bir qizni gang a'zolari ta'qib qilayotgan edi. Chon qo'rqib aralashmaydi. Kitob yerga tushadi. Gang boshlig'i uni olib, tarixiy kitob ekanligiga qarab kuladi va sahifalarni hojatxonada ishlatmoqchi bo'ladi. Chon, "Iltimos, meni kitobim" deb so'raydi. Boshliq masxara qilib, "Ko'rsat, nima qila olasan?" deydi. Chon jahl bilan uni urib qochadi. Lekin parkda sehrli to'siq paydo bo'ladi. Boshliq aslida shahardagi eng qudratli sehrgar ekan va uning quroli odam shaklidagi katta yordamchisi Chonga hujum qilib, uni qattiq urib yaralaydi. Chon qonga botib, "Men shunchaki yashamoqchi edim, hech yomon ish qilmagandim" deb pichqiradi. Chon, "Faqat kitobimni xohlovdim" deganida birdan u g'aroyib joyga ko'chadi va noma'lum ovoz, "Xavotir olma bo'tam, men yordam beraman" deydi. Shu payt haqiqiy dunyoda ulkan kuch paydo bo'ladi va B ismli kishi namoyon bo'ladi. Gang yetakchisining yordamchisi B'ga hujum qiladi, ammo B bitta barmog'i bilan zarbani to'sadi. U Chonni sehr bilan davolaydi. U uyg'onganda yaralari yo'qolganligini ko'rib hayratlanadi. Yordamchi yana hujum qiladi, lekin B unga afsonaviy zarba bilan javob qaytaradi. Butun joyni portlatib, yordamchini ham, sehrgar yetakchisini ham yo'q qiladi. So'ng B Chonni uyiga olib boradi. Ertasi kuni Chon uyg'onib, B'dan nima bo'lganligini so'raydi. B, "Sen o'layotganingda meni chaqirding" deb aytadi. "Men sehrli qurolman, ammo hozir sening kuchlaring sustligi sabab men ham to'liq quvvatda emasman." Chon kulib, "Hammasi yaxshi bo'ladi" deydi. Ular birga uyga qaytadi, ammo birdan onasi Chonni chaqiradi. Kimdir uni chaqirayotgan ekan. Tashqarida uni go'zal qiz kutib turardi. U o'zini Suye deb tanishtiradi. Aslida esa u Chondan B'ni olish uchun kelgan ekan. U ikki yordamchisini chaqirib, bitim taklif qiladi. Shu payt B ham kelib, Suye bilan noz karishma qiladi. Qiz uning go'zalligidan lol qoladi. Chon esa sukutda qoladi. Oxirida esa qat'iy turib, "B'ni hech kimga bermayman" deb aytadi. Chon B bilan uyga qaytadi. B unga sehrli qurollar haqida tushuntiradi. Ular qadimiy jangchilarga tegishli bo'lgan yoki o'zi afsonaviy darajadagi kuchli qurollardan keladi. Ular 4 darajaga bo'linadi. 4-chi eng zaif, 1-chi eng kuchli. Afsonalarda hatto 0 daraja, hech kim yetmagan daraja ham tilga olinadi. B hozir 2-darajada. Ammo Chonning kuchi sustligi sabab u to'liq quvvatga ega emas va xotiralari chalkash. Har bir inson eng ko'pi 2 qurol chaqira oladi. Chon va B'ga hujum qilganlar esa katta tashkilot a'zolari bo'lib, ularning yagona maqsadi sehrli qurollarni yig'ib, jangchilar turnirida qatnashish. Buni eshitib, Chon Soya ham turnirga borishni biladi. Soya unga ogohlantirib, "Bu juda xavfli" deydi. Chon esa kulib, "Men jang qilmayman" deydi. Ammo Soya unga achchiq gapiradi. "Sen tushunmadingmi? Gang yetakchisi B tomonidan emas, balki quroli yo'q qilinganligi uchun o'ldi. Agar qurol halok bo'lsa, egasi ham o'ladi. Demak, sizlarning ruhlaringiz bog'langan." Bu xabar Chonni larzaga soladi. Shu payt tashkilot a'zolari yetakchisiga xabar beradi. Yetakchi g'azablanadi, ammo hech qisi yo'q. Eng muhimi turnirga tayyorgarlik. Biz kutgan vaqt keldi deydi. Chon esa xavflarga qaramay qatnashishga qaror qiladi. Suye uni uyiga mashq qilishga olib boradi. Chon uni uy kengligi va ulug'vorligidan hayratda qoladi. Chon Suyega uzoq qola olmasligini, ota-onasiga qarash kerakligini aytadi. Suye esa hammasini o'ylab qo'yganligini bildiradi. U hatto Chonning onasini ham uyiga olib kelgan edi. Xavfsizlik uchun albatta. Otasiga ham taklif yuborgan, ammo u rad qilgan. So'ng Suye undan ikkinchi qurol chaqirishni so'raydi. Chon marosimni bajarib, Gigi ismli kichkina qizni chaqiradi. U ham 2-darajali qurol bo'lib, unga abadiy sodiqligini bildiradi. Kechqurun Suye
ularni ovqatga chaqiradi. Hamma taomlardan hayratda qoladi. Hatto Suye ham bunday mazali ovqatni ilgari yemagan, chunki bularni Chonning onasi pishirgan edi. Yigitlar ayniqsa Bi va Giga ovqatni juda yoqtirishadi. Ovqatdan keyin Chon va Bi issiq buloqda dam olishga boradi. Bi undan nega Suyega yordam berding deb so'raydi. Chon esa Suye juda mehribon, oilasini o'ylagani uchun uni qadrlashni aytadi. Suye buni yashirincha eshitib qizarib ketadi. Oradan ko'p o'tmay Chonning onasi eri yolg'iz qolganligini aytib uyga qaytadi. Suye esa Chonga dam olib ertangi mashg'ulotlarga tayyorlanishni aytadi. U rozi bo'lib uxlaydi. 3-kun esa Chon ham boshqalar bilan birga mashqlarni boshlaydi. Chon mashg'ulotlarda bor kuchini sarflab, kuchliroq bo'lishga harakat qiladi. Mashqdan so'ng Suye va boshqalar bilan ko'chaga chiqadi. Kitob do'konini ko'rib, ularni qoldirib o'zi ketadi. Shu payt g'azablangan bir bola paydo bo'lib, darhol qurolini chiqaradi. Suye xavfli vaziyatni sezib, sehrli to'siq paydo qiladi. Bulu ikkinchi shaklga o'tib jang boshlaydi. Ammo qurol Sora juda kuchli zarbalar bilan qarshi hujum qiladi. Bulu og'ir yaralanadi. Red esa yordamga kelib ikkovlashib zarba berishadi, ammo foydasiz. Sora hatto jarohat ham olmaydi. U Suyega afsonaviy zarba yo'llaydi, lekin so'nggi daqiqada Chon yetib kelib uni qutqaradi. Keyingi hujumga Bi tayyor edi. U kuchli qalqon yaratib, hammani himoya qiladi. Bi tezda Sora kuchi birinchi daraja afsonaviy kuch ekanligini anglaydi. Sora esa Bini tanib hayratga tushadi. Javob berishga ulgurmay, bolaning boshi ichida ovoz yangraydi va uni og'ziga qo'shilishga majbur qiladi. Bola Kaya ekanligi ma'lum bo'ladi. Sora uni olib, yana uchrashamiz deb teleportatsiya bilan yo'qoladi. Jangdan keyin hamma charchab uyga qaytadi. Ertasi kuni Chon uyg'onganda uyda otasini ko'radi. Otasi g'azablanib, "Shu paytgacha qayerda eding?" deb so'raydi. Chon esa qisqa qilib, "Muhim ishlarim bor edi" deya javob beradi. YouTube'da pul ishlash sizlar o'ylaganchalik qiyin emas. Misol tariqasida shu kanal 29-iyul kuni pul ishlashni boshlagan va 10 kun davomida $1700 pul ishlashga muvaffaq bo'ldi va ba'zi kunlar hattoki $300 yaqin pul ishlagan. Nastroykasini ko'rishingiz mumkin. Bu kanal AQSh dollariga hisobni ko'rsatmoqda va bir haftada $1300 pul ishlagan. Agar bunaqa ikkita kanal qilib qo'ysangiz, bemalol moliyaviy erkinlikka erisha olasiz. Buni Amerikan YouTube deyishadi. Bunaqa kanal qilib pul ishlash uchun sizni gapirish shart emas. Mikrofon, kamera hatto kerak bo'lmaydi. Kompyuter bo'lishi shart emas, shunchaki oddiy telefon bo'lsa bas. Hatto yosh bolalar va ayollarga ham mos keladi. Eng asosiysi qimor yoki tavakkalchi o'yinlarga o'xshab pulingizni yo'qotmaysiz va kanal yuritish uchun pul tikish ham shart emas. Internet va xo'sh bo'lsa bas. Agar YouTube'dan daromad qilishni xohlasangiz, Telegramdagi Bir qadam pro kanalimizga qo'shiling va tekin maslahatlar va darsliklardan o'rganishni boshlang.